Qilayli, makterlerini cho'qim yeyamiz. Bir ishni unutib qoldim-ku deyman. O ikki injener 2 soatgacha buyakap bo'ladi. Bu katerni 2 soat emas, 2 yildimi yasab bo'lanmoqdekmiz. Xotirjam bo'l. Qahrni cho'qim bitirman. Gerçi burunqida qilamisanmi? Ey, Xesbeb. Biz so'rlasa qandaq? Mana bu qahrning materiali. Onunğa polat qaplanğanke. Onun 502 tipli yuqori suratli generator gruppasi, elektronluq yol başlaş sistemasi, radar ve yeryüzünü təşhis sistemasi baka. Qahr qaltısı yığarken bu. Karametin hazırlık görmüş. Şefines efendim bilen Brobik efendim. Ula, o qıyıqı nemiz qılavatqandı? Efendiler, çaq-çaq qılavatqansızlar qandaq? Çaq-çaq? Ular aytamdı qandaq? Nemeni deysizler? Ayta. Efendiler, mana bu qahri. Siz şu eski kemini dağınlıq qahri şu demekçi mi? Adamın işengisi kelmeydi. Qaysi eski kimin deysiz? Bu yoq kim boladı? Men bu keminin kapitani. Baygep qalgan qaysing? Qaltis. Qanday qilishni bilsa, shundaq-ku. Bo'ldi, men ba, xotirjam bo'l. Siz nimaga menba deyapsiz? Efendiler, bu Şimali Amerika Deniz Armiyasi tarixidagi eng mashhur niqoblish mutaxassisi. Ilgari 3 qatim Zontona mukofotlashga erishgan. Sharaf guvohnamasi bor. Deniz armiyasimi mukofotlangan. Deniz Armiya klubining tizimligida uning ismi bor. O qari kapitandek yasnab oldi. Asli u bir niqoblanish mutaxassisi. Av axlat to'shiydigan kema bir yaxshi niqob. Qahr model mush niqob bilan makterlining radaridan qochib qutulmoqchi. Shundaqmi? Bu Rasululloh qahrning qipimi? Qipi? To'g'ri. Ha. Bu kemaning materiali nachar. Niqoblashga hech qancha pul ketmadi. Efendiler, bizden bu Şotlandiyalik rəqibimiz 88 yılı pay çeki bazarıga sağan məbləğini qaytırı olalmağaçqa dünyadaki barlıq kompüter sistemlərə virus kirgizətməkçi bolğan. Yana 5 saatdan keyin 100 milyon kişinin banka qoyğan amanat pulu kompüter torudan öçürülüb ketdi. O bir əsəbi həm xətərlik alim. Bizden vaxtımız az qaldı, efendiler. Sizlər dərhal hərəkətləninizlə. Qutulam. Efendiler, bugün bizge Ahmet Bey. Üstümde zərbi veriş bəzi əskitib qalır ekan. Əlbəttə bu kimini közü çılxmaydan qılıb zimmətlab, naiti aqran iş qıtganmiz. Bizden belgilənilən vaxtımız var. Bırak, sizlərə Ahmet diləyman. Xoş, sizlərə Ahmet diləyman. Adamның beshini qattiradi. Siz bir nimadan o'zingizni qachirib o'tibsiz. Yana ba'zi bir ishlardan ansirab o'tibsiz. Nabki yo'q gaplarni qilib ekansiz. Yo'q gap emas. Siz cho'qindirishdan ansirab o'tibsiz. Bolangizdan ansirab o'tamsiz? Bolam? O men dengizdagi palon deb qaraydi. O bu axlat kemisini aydayotganimni o'ylab yetolmaydi. Nemishqa? Chunki men uni shunday degan. Yaqinda shunday degan. Mana endi u meni ko'ngilgagidek. O kelsa, mening mush ko'ni kemiga o'xshash yaramas narsa ekanligimni bilib qoladigan bo'ldi. O'zingizni qachirayotgan ishmishimi? Man qarab sepnes, simanchiga berish 2 soat vaqt ketdi. Bu faqat qahrning qipini ko'tarib o'tibdi. Hozir odamni ansirtadigan kompyuterga virus. Sen mening kompyuternim obdan bilsa, sen o kemi bilan mang'ashtir. Men virusni tozalab qilib mang'aman. Balkim sendan burun berib bo'lishi mumkin. Başta onundan bir so'rab baqay. Biz bilan boram dekin. Kechqaning deyishcha, uning o'g'li oldida falon bo'g'isi bor ekan. Kim o? Xesema? Bo'lmaydi, va xatarlik. U bu ishni qilmaydi. Kemining pulini ber, u kesib. Uning o'g'li aytib keladi ekan. Ular ko'rishmaganga 5 yil bo'ldi. Bu qatimliq vazifaga u bizga o'xshashga muhtoj. Ko'rsatkichlar ko'rsatilsin. Qisos elish boshlandi. Konopka taxtisini bassamlar cho'ng ofat bo'ladi. Bu terrorchilarning portlatqish to'g'risidimi? Yaman. Haqiqatan yaman.
Saatin qara vermey bu qizga ko'proq qarag'ina. Hozir to'qsoq bekli baldir olib ketdi. Kun yurishdan ilgirki vaqt palvonning o'zini ko'z tutgan yaxshi paytdi. Ko'nigila bu eski kiyimni bir cho'ktirib o'sgan deb tilavatgan to'g'ri. Qani ko'ray. Birasi bu kiyimni cho'ktirib baqsin. Mana bu pichoq bilan qorovullik qilaman. Hamsi nimishqa tampongli qadisini bog'lamaysiz. Ya, langar tashlamaysiz, ha? Sen kesel yoqtiryapsan-da. Rost gapni qilay. Buning nimaligini men bilmadim. Sana deb qo'yay. Missouri shtatidagi chig'imda bir parcha raxni yutib olib, kelimning rangi o'zgarib ketgandimi? Voyjon deb unimni chiqarmaganman. Uni voy deb ketgandekmi? Ish demayman, bilyapsan. Kimga gap qilyapsiz? Kimga? To'g'ri, kimga gap qilyapman? Og'rib qolgan bir do'stimga da'vatman. Onun kesili tezroq saqib ketsin. Nima kesalkan? Bu yoqqa keling. Keling. Agar siz uyqungizdan uyg'onibla bankdagi pulingizni yo'qolganligini uqsangiz, qanday tuyg'uga kelasiz? Nimanchi qo'rqinchli? Mening bankda $17 43 sentim batirsa. Rastlayacak pulingiz bor ekan-ku. Mushtabda bir raqibimiz har bir odamning bankdagi omonat pulini yo'qib etmoqchi. Bu o'rtog'ingiz bu yerda qopsirib qilib, uning advini beramayotdi. Do'stimning kesilini davolamasam bo'lmaydi. Shunga sizga qarashqa kelini chaqirdim. Men kompyuterni yasay, bulamni qozon. Ma'qul, men sehri raqamlarni qo'yib kelib sizga yordamlashay. Beram qozon. Chasta bo'ling. Qani amdi. Seni yasay. Kechga aytgan bolam mushumi? Bolangiz sizni palvon deb qaraydi ekan. Oldin qitim uni maktabga keyin bilan jevist orqali olib berdim. Mana endi u bir doktor bo'pti. Biroq mendan omad qochib, hozir qolim mushu. Bir hafta burun o telefon beribdi. O meni ko'gilga gidak. O'z o'g'lingizmi? Nima degan bilan sizdan tanmaydi? Ehtimol, lekin men hurmat yo'qotib ketsa, hargiz chidayolmayman. Men qarang, bizga yordam beramikin degan umiddaman. Rasma? Bo'ladi. Biroq men cho'ng umid kutma. Nemishqa? Tong yurishdan ilgirki vaqt palvonning o'zini ko'rsatgan vaqti. Bu gapni degan odam hargizmi yarmas emas. Boshlaylik. Har tarafda bir kemaning bizga qarab kelayotganligini bayqab qoldik. O'rni 32-rayında ekan. Liniyalarning tutishiga yana 3 soat bor. Dushmanning kiyim uchrab qolsa cho'ktirib yutinglar, oyoq qo'ymanglar, darhol berib tekshirib baq. Tez. Yana sayishgan odamni ilib tekshirib kel. Kemeri tekshirib ber. Endi qanday qilamiz? Asildagi plan bo'yicha ish kerakli. Davomlashtiring. Axlat kemisi. Bu orolga axlat to'kishga ruxsat yo'q. Sizlar bilmaydigan o'xshaysizlar. Hukumat bu orolning atrofiga axlat to'kishga ruxsat qilgan. Men to'smoqchi bo'lsam, dengiz sohili keraksiz narsani boshqarish komisiyaga berib arz qiling. Deding? Kapitanni to'sal qilishga yo'l qo'ymayman. Iznak. Hey. Sizlarni tanlarga qiziqir ekansizlar-da? Sen ildak bilan payli qanday bilasan? Men yosh vaqtimda Londonda matros bo'lganda Shotlandiyaning nurg'un o'yinlarini o'ynagan. Chaqmoq sokni demdi, Shotlandiya ne demdi? Yaxshi bo'ldi. Sepda hozirgacha raqib topolmay yuribdi. Rasma? O o'chqil dedi-ku. Ma'qul amsa, ko'rpa qayli. Yura berib sinab baq. Agar sen utib olsang, bu yerga axlat to'kkizaman. Kuturib qo'ysiz-chi?
Durib qo'ysa, o eski kemangni dengizga cho'ktiruvdiman.